Salom, bugun men sizlarga Telegramni yozishni o'rgataman. Boshqacha usulda. Birinchi bo'lib qaraylik mana. Bunaqa ikkita naqa qilib, keyin narsa yozamiz. Misol uchun lisa yozdim. Qaraylik endi. Ikkita chetga shunaqa qilsanglar, shunaqa sekretniy bo'ladi-da. Unga bossanglar shunda ochiladi. Endi keyingisi bunaqa ikkita qanaqadir yulduz o'xshagan qilib, mana ism Rose yozamiz, Rosie. Endi qaranglar, boshqacha qanaqadir semizroq to'liqcharoq deb yozilyapti. Qaranglar, birinchisidan ajralib qolyapti. Boshqacha. Endi qaranglar, mana shunaqa gif qilib, har xil taniqli odamlarning gifini boshqalarga tashlaysizlar. Hammaga tashlaysizlar. Misol uchun Lisani yozdim. Mana Lisa yozdim. Har xil giflarni mana anaqa tashlaysizlar. Endi mana yana mana shunaqa qilib game deb gif mana. Yana men sizlarga Jenninikini ko'rsatib berdim, mana Jenny. Qaranglar, zo'r. Endi men bu yo'lga game deb yozib yuboribman. Noto'g'ri ketib qolibdi, boshqacha anaqa qildi. Giflarni ko'rsatmoqchi edim sizlarga, lekin noto'g'ri ketib qoldi game deb. Mana har xil giflar bor-da, mana shuni tashladim, ko'rasizmi? Shunaqa zo'r. Endi men sizlarga boshqacha sirlarni ham mana shunaqa to'rqo'li qilib ikkita chetga, keyin har xil mana Jisoo deb yozdim men endi. Endi yana ikkita chetga shunaqa qilsam ham bunaqa chiziq bo'ladi. Qaranglar, chiroyli, seçishni shunaqa ko'rinadi. Mana ikkita bunaqa qilsanglar, niklarni yozasizlar Instagram, Snapchatlarga. Shunaqa ikkita qilsanglar, Jenny qilib, yoniga yana ikkita shundan qilsanglar, mana qanaqa zo'r bo'ladi. Qanaqadir qiyshuvroq yozilgan bo'ladi. Sinab ko'rishda juda zo'r chiqadi. Hammasiga boshqalarga shunaqa murojaat qilsanglar bo'ladi. Qanaqa qilding deydi mana. Mana masligi bitta narsani ham o'zga anaqa qilaman. Blackpink deb yozdim deyman, mana misol uchun de. Buni men jo'nataveradigan joyini bosib turdim-da, zada nimadir anaqa qanaqadir napominание turdi-da. Keyin mana shuni bosdim-da, qachon jo'natishi bo'ladi. Misol uchun сегодня. Hozir 21 o'zi 45 edi, mana 50 ga jo'natilsin o'sha odamga, o'sha izbirniga jo'natilsin deb anaqa qildim. Mana endi hali jo'natilmadi. 9 shu 50 da jo'natiladi. Mana ungacha men kutib turdim. Juda ham kutib turdim. Qirol bo'lib ketibdi endi. Juda ham kutib turdim. Mana kutib turdim. Mana keyin shunaqa bo'ldi. 9:50 ga, mana 49 da kutdim-da, keyin qani nima bo'larkin deb kutdim-da. Keyin oxiri izbirniga kirdim уже. Hozir mana izbirniga kirsam, shu mana 9:50 da уже jo'natilib bo'linibdi. Keyin bilasizlar, xayr hammaga rahmat. Menga podpiska bo'lmaganlar podpiska bo'lib ketinglar. Like bosib qo'yinglar. Xayr.